18 masala. Xo'sh, 18 masalani hozir ishladik shekilli, a? Xo'sh. Shunaqasini ishladik adashmasam. Botiq ko'zgu 20 sm, 5 taqsim 3. Botiq ko'zgu 20 sm. Kattalashtirish shu. Demak, javob 25 chiqdi, adashmasam. Xo'sh, buni ham ishlavdik. Adashmasam 6 ni 5 ga bo'ldik. B javob chiqdi 1.2. Ko'zguni qanday burchakka bursak, qaytgan nur 40 gradusga buriladi. Qaytgan nur 2 alfaga buriladi. 40 gradus. Alfa teng 20 gradus. Javob 21-masala. Agar A nuqta 8 metr taqsim sekund tezlik bilan yassi ko'zgu esa 3 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, A nuqta tasvirning yerga nisbatan tezligini aniqlang. Demak, hozir bu yerda masofa jihatdan gaplashsak, ancha qulay bo'ladi ishimiz. A jism, ya'ni buyum jism yuqoriga harakat qilyapti. U hozir vertikal yo'nalishda qandaydir s masofani bosib o'tadi va buni biz v1 ko'paytirilgan t masofa deb olamiz. Ko'zgu bo'lsa, mana bu masofani bosib o'tadi. Buni biz nima deymiz? v2t deymiz. Endi mana jismning tasviri qayerda bo'ladi? Ko'zguning ichida bo'ladi. Shu nuqtada hozir A jism tasviri turibdi, hali harakat boshlanmasdan avval. Va mana bu masofa teng bo'ladi. Siz ko'zgudan 2 metr masofada bo'lsangiz, demak tasviringiz ham 2 metr masofada bo'ladi. Shu mulohazadan mana bu masofa ham nimaga teng bo'ladi o'z-o'zidan? v2 ko'paytirilgan t ga teng bo'ladi bu masofa. Endi xo'sh, ko'zgu chapga harakatlanyapti, jism yuqoriga. Shuning uchun tasvir ikkalasini natijavisi bo'ylab bu tomonga qarab ketadi. Bunga sabab bu tomonga yo'nalgan v2 tezlik va yuqoriga yo'nalgan v1 tezlik evaziga bu ko'zguni tezligi bo'lib qoladi, ya'ni tasvir tezligi. Biz shuni qidiryapmiz, vx. Endi shu bilan u nima qiladi? Mana bu tomonga harakat qilib boradi. Umumiy masofani bosib o'tadi, ya'ni ko'zgu buyumga yaqinlashgan mahal tasvir ham ko'zguga yaqinlashib qoladimi? Ya'ni masofa kamayadi, orasidagi masofa. Demak, hozir nima bo'lyapti? Shu s masofani hozir ko'zgu bosib o'tadi vx ko'paytirilgan t bilan. Endi harakatga qarasak, masofalar biriga perpendikulyar burchak ostida bo'lib qoldi, 90 gradus burchak ostida bo'lib qoldi. Shundan foydalansak, v1t ni kvadrati plus v2t dan 2t bo'lib qoldi. Ikkinchi katetamiz, uni kvadrati teng bo'lishi kerak vxt ni kvadrati. T hammasida bor. T la qisqartirib yuborsak, bizda ko'zguni tasvir tezligi v1 kvadrat plyusdan 2t v2 ni kvadrati paydo bo'lib qoldi mana. Demak, v1 8 ga teng ekan, 8 ni kvadrati plyusdan 2 ko'paytirilgan 3 ekan, uni tezligi kvadrat qilsak, 8 u 6 ni kvadrati bo'lyapti-da, qiymat o'z-o'zidan bunda 10 metr taqsim sekundligiga kelib chiqadi. Demak, javobimiz A javob ekan. Demak, fokus masofasi 20 sm bo'lgan linzada buyumning to'g'ri va mavhum tasvir hosil qilinadi. Linza va tasvir orasidagi masofa qanchaga teng? Kattalashtirishni aniqlang. Bu masalani ham hozir ishlayapmiz. Demak, kattalashtirish bunda 4 chiqdi. Yigirma uchinchi masala. Fokus masofasi 20 sm bo'lgan linza buyumning to'g'ri va mavhum tasvir hosil qilinadi. Linza va tasvir orasidagi masofa, uni kattalashtirishi 4ligini bilamiz. 4 kattalashtirish formulasi f taqsim d. Bizda linza va tasvir, ya'ni f berilgan 60 sm, d ni topish bizga muammo emas.
Demak, u 60 taqsim 4 bo'lib 15. Hozir biz shunaqa qiymat bilan ishladik-a. Demak, bu masalaning javobi A javobda turibdi.